12. Söz beşi kun tug'di alik haqida. Bilginki idrak tasavvur qildirib, bilim bildirdi. Bevafo dunyoning qiliqini sana uqtirdi. Bu qeri turaqsiz bevafo dunyoning mijozi qizga o'xshaydi. Sapsasang yeshi cho'ngdir. Ba'zi qiliqi qizninkidek xulqi chiroyliq. Osh qiladi-yu, tutay desang tutuq bermaydi. So'yganni so'ymaydi, kiyikdek qochadi. Qochqonga yepishidi, oyog'ini quchoqlaydi. Ba'zida qarasang izingdan yuguraydi. Ba'zida ko'migandek beshini yaga soladi. Ba'zida baqsang yana tezli yuzini o'riydi. Qancha tutay desangmi nozlanib tutuq bermaydi. U ko'plagan baglarni qeritdi-yu, o'zi qerimidi. Talay bagni beshidan kechirdi, so'zi tugumidi. Dunyoda bir dono bilimdon bag bor edi. U uzun yil baglik qilib o'tdi. Bu nomi mashhur kun tug'di edi. Jahonga donq chiqqan baxtiyor edi. Tabiati durust, mijozi muloyim. So'zlari chin, haq, ko'zi ko'ngli boy edi. Bilimlik, idrokliq, sazgur bag edi. Yomonlarga o't, dushmanga ofat edi. U botur va mag'rur, to'g'ri tabiatlik edi. Bu xususiyatlari uni kun siri yuqori o'rlatdi. O shundoq bag ediki, bilimlari bilan yashadi, to'g'ri ish harakat qildi. G'ayrat, ishtiyoq bilan siyosat yurgizdi. Ishtiyoq oliy janoblikqa yarashadigan ish. Buningga taqlidan bir shoirning so'zi esimga keldi. Buni o'qisa, o'qiganlarning ko'zi ochiladi. Yovuz yaramaslarni o'zidan yiroqlashtirish uchun kishi ham himmatlik, ham muruvvatlik bo'lishi kerak. Kishilik uchun himmat, muruvvat kerak. Kishining qadri himmat va muruvvat darajasi bilan o'lchanadi. Bu kun tug'di alik ashu mijoz xulqi bilan kun va oydek parlab dunyoga yo'ridi. Kim aql idroklik bo'lsa, uni chaqirtdi. Kim bilimlik bo'lsa, uni yuksaldirdi. Uning atrofiga dunyodagi xil aql idroklik, bilimlik kishilar zish to'plandi. U al-yurt ishini o'zini tuzab yo'lga soldi. Lekin yana xil kishilarning bo'lishini tilaydi. O'ziga yordam qilsa, ish boshlasa, o'zi bir pas aram olsa, ishlarni u ishlasa deydi. Kun tug'di, bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib qayg'urib aytdi. Baglik degan so'z va baglik ishi buyuk ish. Qarasang, bosh og'rig'i ko'p ishmi nurg'un. Ko'p ishlarni o'ngshaydigan idroklik odam oz depiladi. Al-yurtning barliq ishlarini o'zim qilolmayman. Menga ishning yo'lini biladigan bir odam kerak. Menga endi kishilarga bosh bo'la oladigan aql idroklik, bilimlik tanlangan bir odam kerak deydi. U sodiq, ishonchlik, ish harakati to'g'ri, tili va ko'ngli tuz, ishlarni tushunadigan bo'lsa edi. Mening ishlarimni qilish bersa, barliq sirlarimni yaxshi tushunib ketalisi edi. Beshidan nurg'un ish kechirib, yeshi ulg'aygan, tajribalik bir kishining nima deganligini angla. Ar uchun yordamchi va yo'lanchik bo'laligidek aql idroklik, donishmand el boshqurg'uchilar kerak. Barliq ishlarni biladigan bir yordamchi kerakki, ishni bilib ishlasa, kishi tilikiga yetadi. Yordamchilar ko'p bo'lsa, bag jafo chekmaydi. Uning ishi obdan yurishidi, qonun buzilmaydi. Bilginki,
har qandoq ishda yordamchi kerak. Bo'libmi baglik ishiga texmi ko'p bo'lishi kerak. Ali yordamchi tilab, uningga erishamedi. Hamma ishga o'zi qo'l takkizdi. U kunda nayt ko'p mushaqqat chekatdi. Hozir aram tilisa o'rniga jafo tagdi. Sapsasang sinab so'zlaydigan, baxtga erishgan kishi bu so'zni obdan aytgan. Rohat tilisang qo'shilib jafomi keladi. Shodlik tilisang birlikda qayg'umi tegidi. Kishi qancha yuksalsa, bosh og'riqimi ko'payadi. Beshing qancha cho'ngaysa, shuncha cho'ng bo'k kiysan. Ali butun mamlakatga ko'z quloq tutdi. Uningga hamma taqoqliq eshiklarni ochildi. Yaramsizlarning qo'lini bog'lab jimiq turdi. Yamonlarni surib aldin yiroqlashtirdi. U shundoq ho'sharlik bilan elini boshqurdiki, omati kundan kunga eshib yuqori o'rladi. Kishi uchun har qanday yerda ho'sharlik kerak. Bo'libmi baglik ishiga ehtiyot zarur. Al ishlari va o'zingning uzun umr ko'rishing uchun ehtiyot va ho'sharlik ko'p foydalidir. Buningga taqlidan bir shoir so'zi yodimga keldi. Shoirning aytqini bu so'zimga ul asos bo'ldi. Ho'sharlik ehtiyotni arlamoqdaydi. Chunki bexudlik bilan tumanlagan arlar jinidan ayrildi. Har qanday ishda bexudlik qilmay ehtiyot qil. Mushundaq ehtiyotchanlik bilan ikki dunyoni orzu qil. Bilginki, o'ziga ishongan kishi bexudlik qiladi. Dushman kelsa, eng avval bexudla o'ladi. Ehtiyotchan bo'lib dushmanni yengan va jahonga hokim bo'lgan erning nima deganligini angla. Ey jahon boshqarg'uchi, al so'ramoq bo'lsang, ehtiyotchan bo'l. Ehtiyotchanlik shariatning talabidir. Bexud kishi ko'z yumib g'aflatda uxlaydi. Ey qudratlik, bexud bo'lma, hushyor bo'lgin. Alining husyorligi alga foyda yetkazdi. Bu foyda bilan al halovatga yetishdi. Elini tuzab o'ngishidi, xalq beyidi. U zamonda bo'ri bilan qo'y billa suv ichdi. Yaxshi ko'radiganlar xushallik bilan uni maqtadi. Dushmanlari buni anglab bo'ynini egdi. Ba'zilar uningga seg'inib keldi va pano tiladi. Ba'zilari kelib Alining ishkini so'ydi. Amdi ko'ngli o'yg'oq kishining nima deganligini angla. Uning so'zi tuman xil chechakdek rang-rangdir. Ey qizil yuzlik inson, ish harakati odil bo'lsa, baglik ulug' ham nayt yaxshi narsadir. Baglik nayt yaxshi. Ammo texmi yaxshiroqi qonundir. Uni to'g'ri yurgizish lozim. Bag yaxshi bo'lib, adolat bilan ish ko'rsa, xalq uchun naqadar qutlug' zamon bo'ladi, ha? Yaxshi nom er uchun qanchalik muqaddas baxt, ha? Bundaq yaxshi nom va baxt mangu qoladi. Xalq ishini kishilik bilan boshqursa, bundaq yaxshi kishi naqadar yaxshi bag bo'lgan bo'ladi. Alining bu yaxshiliklari barliq allarga yetdi. Uning shuhrati donqi jahonga yayildi. Elde uningga duo qilg'uchilar ko'paydi, yaxshi nom qozandi. Uning nomi va saodati kundan kunga ulg'aydi. Dunyo xalqi uni anglab va arzu qilib, to'plashib, yig'ilib uning qishig'iga keldi. Qara, dunyoga butunlay baxt kameri bog'landi. Qo'zi bilan bo'ri billa qetilib yuradigan bo'ldi.
13. Aytoldining kun to'g'di alik xizmatiga kelganligi aytiladi. Aytoldi otliq bir zaki odam bor edi. Elig danqini anglab tayyorlik ko'rdi. U yosh, yumshoq fe'l bir yigit edi. Aql idroklik, bilimlik ham cho'nqur fikrlik edi. Uning yuzi shunchalik chiroyli ediki, qarasa ko'zni chaqatdi. So'zlari yumshoq edi, tilidan haqiqat tamatdi. U barliq fazilatlarni to'liq o'rganib, bu fazilatlarni egilab yuratdi. U o'ziga qarab shundoq dedi: "Menmi bugun tumanlagan fazilatim bilan elning oldida turaman. Yana nimishqa bu yerda bekorga yuraman. Aligining yeniga boray va uningga xizmat qilay. Bu fazilatlarim Aliga foyda yetkazsin. U menga g'amxo'rlik qilsin, mushaqqatlarim tugusin." U idroklik, bilimlik, muloyim bey ekan va fazilat egilarini xohlaydi ekan. Aql idrok qadrini aqlliqlar biladi. Olimlar bilim sassa, uni bilimliklar oladi. Bir shoir buningga o'qishib va taqlid qilib, til va lafzi bilan bu so'zni aytdi. Bilimning qimmatini bilimlik biladi. Aql idrokning qadri bilimdan keladi. Tal va nodon bilimning qadrini nadan bilsin? Qayerda bilim tepilsa, bilimlik berib oladi. Aytoldi ot, kiyim, qoral tayyorladi va xizmat qilishga yo'l olay dedi. U o'ziga lozimliq narsalarni tayyorlab bo'ldi. Bu dona olim Ali tarafga yo'l oldi. Yana u o'ziga aytdiki, men bu yerdan qo'zg'ilib Ali xizmatiga yuzlanib ketayotaman. Yot yerda mol lozim bo'ladi. Qo'l qisqilik qilsa, yuzim sarg'iydi. G'eriblik degan noayta qattiq narsa. Nini arlarning g'eriblikdan beshi qaygan. O'zim ishlatay desam, shubhisizki nurg'un oltin kumush kerak bo'ladi. Endi bilimi dengizdek kishining nima deganligini angla. Nazar solsang, u mamnun kishi so'zini o'xshitib aytgan. Kimiki xon xizmatiga kiray desa, kesib aytayki, uningga ikki narsa kerak. Biri og'riq silohsiz sog'lom hayot. U nuqsonsiz xizmat ko'rsatib, yuzini yo'riq qilsin. Yana biri, ey zerak, sap oltin kerak. Uni ishlatib, o'ziga tegishlik ishlarni bejirsin. Shuningdan keyinla sening xizmating yaraydi. Buni bilsang, sana ishq taqalmaydi. Aytoldi, hojitim tushganda kerak bo'la deb, sap oltin, kumush va mol dunyo elib oldi. U uydan qo'zg'ilib chiqdi. U yoqqa qarab mangdi. Bir muddat yurdi, ham bir muddat to'xtab dam oldi. Oxiri Ali turadigan o'rniga yetdi. Jon dili intilgan orzu tilikiga erishdi. Shaharga kirib qonalg'u izladi. Qonalg'u topolmay, dunyo uningga tor ko'rindi. G'amga potdi. Oxiri bir g'erib xoniga berib tushdi. Kechsi shu yerda yetib, chidam bilan tunni o'tkazdi. İdraklik kishining nima deganligini angla. Buni bilimdan elib va bilib turib sana so'zladi. Tonish bilishi bo'lmagan kishi yot kishilar ichiga kirib qolsa intayin qiyin bo'ladi. Yangi kelgan kishining tonishi bo'lmasa, davomliq muhtojlik ichida tursa, bak ig'ir bo'ladi. Tonish bilishi yo'q kishilar qorig'iga o'xshaydi. Qorig'i yo'ldan adashsa, uni so'kmaslik kerak. Agar kishi kep baxmagan elga kelsa, er kishimi kelindek totinchoq bo'lib tili tutiladi. Yot yerdan kelganlarga yor yo'lak bo'l, yemak ichmak ba. Musofirlarni qadrla ey dono olim. Yotlarni qadrlasa, er yuzi yo'riq bo'ladi. Musofirlarga yaxshi qarasa, shuhrati tarqaladi. Kishiga har qanday yerda tonish bilish kerak. Har qanday ishlar tonishlar orqali qilinadi. Aytoldi,
bir qancha vaqt shu tariqada yurdi. G'ariblik azobi uning chiroyini sarg'aytdi. Keyin u kishilar bilan tanishdi, makon tutdi va kulib yuzi nurlandi. Yana u el og'ini tutib ular bilan yaqinlashdi. Cho'ng'igimi, kichigimi ochiq chiroy ochdi. Oy to'ldi, o'ziga bir hamroh topdi. Ataqliq bir kishi bilan do'stlashib maslahatlashdi. Oy to'ldi, yaxshi bir odamni do'st tutdi. Uning ismi Ko'samish bo'lib, yaxshi ishlar qiladi. Oy to'ldi, uningga ko'nglidagi so'zlarni ochdi. Orzusi nimaligi va o'zining kim ekanligini aytdi. O'z yeridan nemishqa bu yoqqa kelganligini va o'zining bilganlarini so'zlab berdi. 50 ga yaqin bir xos hojib bor edi. U nayt mard kishi bo'lib, Ali bilan sirdosh edi. Ko'samish bir kuni uning yeniga bordi. So'zga yo'l tepib, hamma gapni uningga aytdi. Hojib so'zni tahtiga yetkazib, Oy to'ldining maqsadi nima ekanligini to'liq so'radi. Ko'samish hamma gapni Oy to'ldining kim ekanligini va orzusining nima ekanligini so'zlab berdi. Hojibning Ko'samishga bergan javobi. Hojib aytdi: "Avval mening qishimga kelsin. Men uni ko'ray, u meni ko'rsin. Keyin bu so'zni Alikka yetkazay. Uning qachon kelib, qaysi kuni ko'rishishini so'ray." Ko'samishning Oy to'ldiga aytgan so'zi. Ko'samish turib u yerdan chiqdi va yana Oy to'ldi qishig'i kelib dedi: "Ey Oy to'ldi, kuning tug'di. Endi berib hojib bilan tanishqin. Nima orzu tiliking bo'lsa, uningdan so'ra. U seni ko'rsin, bilsin, so'zlaringni anglasin. Nima tiliking bo'lsa, o'z tiling bilan so'zla. Uningga sening barliq so'zlaringni aytdim. Mendan ko'ra yaxshiroqi o'zing ochiq aytqin. Rost so'zlik, to'g'ri fikrlik odam nayt yaxshi aytgan. To'liq sapsasang, bu so'z intayin to'g'ri. Kishi boshqa birining so'zini so'zlabli qo'ydi xolos. O'z ishingga boshqalardan ko'ra o'zing jon ko'ydirsan. O'zingga qancha yaqin yaxshi kishi bo'lmasin, o'ylangin. U o'zingdanmi sodiq bo'la olamdi? O'zingga sodiq kishi izlasang, o'zingdan sodiqroq kishi yo'q. So'z tamom. Oy to'ldi, o'rnidan turib, to'nini kiydi. Chiqib, Ko'samish bilan u yoqqa bordi. Ishga yetib, otdan tushdi. Piyoda ichkari kirdi. Hojibning xizmatchisi kelib qarshi oldi. Ko'samish kirib hojib bilan uchrashdi. Yenib chiqib, Oy to'ldini chaqirib, hojib qishig'i ep kirdi. Hojib yaxshi qarshilib to'rdan o'rin berdi. Yaxshi va illiq so'zlarni qildi. Hojibning Oy to'ldig'i suoli. Hojib so'radi: "Kayfing qandoq? Kelib nega tushding? Turgan o'rning qandoqroq? Tonish bilishing, yor do'st birodaring bormi? Qaraydigan kishing yemak ishmikingchu?" Yana u so'radi: "Tiliking nima? Nima ish qilmoqchisan? Nimalar kerak?" Oy to'ldining hojibga javobi. Oy to'ldi aytdi: "Ey davlatlik hojib, men bu kun tug'di Aligning nomini angladim. Yiroqdan uning donqini angladim. Bilimidan, aql idrikidan, obdan so'zlaridan xabar topdim. Uning xizmatini qilishni orzu qildim. Uning ishiga xizmat qilg'ili keldim. Tilikim Alikka xizmat qilmoq. Hojib munosib ko'rsa, bu so'zimni iltimos qilib boqsa." Hojib Oy to'ldini ko'rib yoqtirib qoldi. Uningga ko'plab madhiya aytdi. Uning husni chiroyi, mijoz xulqi, taqturqi, uz so'zlarining hammasini yoqtirib qoldi. Uni chin dilidan so'yib ma'qul topdi. "Bu kishi Ali xizmatiga yaraydi ekan", dedi. So'ygiga sazovar bo'lgan kishining nima deganligini angla. Kishi so'ygiga sazovar bo'lsa, nuqsoni fazilat hisoblanadi. Kimni so'ysang, uning aybi fazilat tuyuladi.
Kimni söyməsən, onun fəziləti qusur bob görünüdü. Bununğa şahid tariqəsində tövəndiki söz esimge keldi. Ey aziz Adem, bunu sen oqığın. Dilin kimni söysə, onun nuqsani fəzilətə aylanıdı. Barlıq tətur işləri o'ng, kam yeri to'liq görünüdü. Dilin kimni söysə, onun hamma narsasi söyimlik bo'ladi. U ko'rar ko'zingga ursimi ko'rinmaydi. Hojibning oy to'ldig'i javobi. Hojib oy to'ldig'i javob berdi va dedi: "Aldirama, meni kutib tur. Men avval Aliga so'zingni yetkazay. Tilikingning nimaligini, o'zingning kimligingni aytay. Seni bilsin, ondan yüz görüşsün. Seni kamsitmasin, qadringni qilsin. Kerak narsang bo'lsa, men qarshib turaman. Hamma ishlaringni xushallik bilan atqirib beraman." Hojib nayt yaxshi so'zlarni qildi. Ishingni bejirib beraman deb qattiq bel bog'ladi. Yaxshi odam degan mushundoq bo'ladi. Yaxshi kishi xalqning yukini ko'taradi. Xalqni boshlagan va barliq ishlarning tegi tahtiga yetib ishlaydigan erning nima deganligini angla. Kimning davlati yuqori ko'tariladi ekan, u xalqqa yaxshi qonunlarni yurgizishi kerak. Kimiki xalqqa hokimiyat yurgizsa, qiliqi ko'rkam, mijazi tamkin bo'lishi lozim. Kimning xalq ichida gapi oqir ekan, uning tili so'zi shirin, o'zi muloyim bo'lishi lozim. Davlat degan o'zgarishchan narsa. Tuzaydi ham buzudi. U shunchalik turaqsizki, u tez keladi va tezlik ketadi. Baxt omadga ishonma, mumkin qadar yaxshilik qil. Bilginki, baxt bugun bu yerda bo'lsa, atsila u yerda bo'ladi. Ey baxt tiliguvchi, baxt uchun mag'rurlanib ketma. Kelgan baxt oxir ketib qoladi. Ey davlatman, davomliq mushu davlating bilan turay desang, yaxshilik qilib turg'in. Sana ulug'liq nisb bo'lib baglikka erishsang, beshing oqarg'icha o'zingni kichik tut. Hojib yana mundaq dedi: "Endi sen qayt. Xushal yashag'in, chunki baxt kamarini bog'lading. Sen xizmat qilish fursati uchun ancha oldirma. Vaqt kelganda yepiq eshik o'zi ochiladi." Bilimli kishining bu so'zi yaxshi aytilgan. Bilimlikning so'ziga baqsang, u go'yo tovar durdunga o'xshaydi. Qandoqliki ishga oldirsang, uzunga so'ziladi, kechikadi. Oldirib qilingan ishlar o'kinishlik bo'ladi. Ishning vaqtini kutish, oldirmaslik lozim. Ey dana, hamma ish o'z vaqtida bo'ladi. Oytoldining hojibga javobi. Oytoldi hojibning barliq so'zlarini angladi va mundaq dedi: "Taqat qilib o'zimni tutib olay." Hojib men bilan ko'rishdi va so'zimni angladi. Nima qilish kerakligini va vaqtni o'zi belgilasin. Hojib qaysi vaqtda meni xolasa shu zaman shu kuni kelay dedi. Oytoldi turib u yerdan chiqdi. Kelib uyga kirdi va to'nini yashdi. Hojib ko'rdiki, Oytoldining mijoz xulqi boshqa kishilarninkidan o'zgacha alohida ekan. O, men bundaq aqlliq, bilimlik, xalqni boshlaydigan kishini ko'rmagan edim, dedi. Bundaq kishilar nihoyat qis bo'ladi. Qis narsalar qimmatligi uchun qizning ismi qiz bo'lgan. Nimiki qis bo'lsa, o qimmatlik bo'ladi. Qimmatlik narsaga ko'p mushaqqat chekmagicha erishgili bo'lmaydi. Bundaq kishilar aliga lozim. Aliga lozim narsa algimi lozim. Fazilat egasi hammaga foyda yetkazadi. Kishi fazilati bilan orzu tilikiga yetadi. Fursati keldi. Hojib Aliga so'z ichib, Oytoldining mijoz xulqi va taxtini bildirdi. Uning mijoz xulqi odatini so'zlab berdi. Farostiga munosib bilimlarini sanab berdi. Alining hojibga javobi. Ali angladi va dedi: "Keltir qani, u qayerda turdi? Uni bir ko'ray. Men izimni besib, mamlakat ishlarini qiladigan mushundoq bir kishini izlagan edim. Barliq tilakimga erishdim,
Yana bir orzuyum shuki, mushundoq bir kishiga muhtojman. Ey jasur qahramon, yur, berib uni chaqir. Huzurimda uni menga ko'rsat. Hojib o'rnidan turdi. Eshikka chiqib, bir o'g'ilni yugurtib xabar yetkazdi. Bu bola yugurdi-da so'zni yetkazdi. Oytoldi o'rnidan turib, so'yingan holda tonini kaydi. U etini mindi, darvozaga yetib keldi. Hojib oldiga chiqib, ichkiriga boshladi. Hojib uni qadrlab to'rdan o'rin berdi. Qara, Oytoldimi adab bilan o'ltirdi. Hojib Aligining huzuriga kirdi. O'ri turib Aligidan iltimos qildi. Aligining Hojibga javobi. Alik aytdi: "Chaqir, qishimga kirsin. Men uni ko'ray, u meni ko'rsin." Hojib chiqdi va "Ey Oytoldi, tur. Alik huzuriga bor. Baxt kameri sana bog'landi" dedi. Oytoldi Alikka o'zining davlat, ya'ni baxt, saodat ekanligini aytdi. Alik bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib, Oytoldini chaqirdi. Oytoldi ichidan so'yindi. Oytoldi kirib uduludi o'ri turdi. Alik beri kelib o'ltir deb ishorat qildi. Oytoldi yenidan bir to'pni chiqarib va uni ostiga qo'yib o'ltirdi. Alik xilma-xil bilimlar haqida so'radi. Oytoldi so'z echib javob berdi. Alik so'yindi va yuziga kulki yugurdi. Oytoldi uni ko'rib ko'zini yumdi. Alik so'zdan to'xtab, untin chiqamadi. Oytoldimi ko'zini yumgunicha faqat oshmadi. Alik yana so'zga kirishib savol so'radi. Oytoldi javob berdi-da chiroyini turdi. Alik Oytoldiga har jihatdan sap soldi. Uning bilimi, aql, idroki borlig'ini to'liq sezdi. Alik so'yinib baxti va ko'ngli xursand bo'ldi. Ammo Oytoldi tezla yuzini o'rib oldi. Alikning Oytoldiga aytqanlari. Alik g'azablandi, chiroyi tutildi va dedi: "Hey, oldirong'uliq odam uchun yomon ish. Bu navbat men o'zim xato qildim. Nima deb birovga so'z ochgandiman? Bilimli kishining nima deganligini angla.
Aldırab qilingan ishlar yillab o'kinish bo'ladi. Aldırab qilingan ishlar doim ham bo'ladi. Aldırab ham pishirilgan oshni yeysa kasal bo'ladi. Aldirang'uliq barliq xatoliklarning beshi. Egri besiqliq yaxshilarning ishi. Aldirang'uliqim shuki, seni tushunmay, xizmatda sinab ko'may turib o'zimga yaqin tutdim. Bagla har qanday bir xizmatchi qo'lini xizmatga selib ko'rib, ondan yo'lida g'amxo'rlik qilsa bo'ladi. Xizmatda pishirish, sinash va bayqash kerak. Qadr qimmatni bilsa, ondan yuqori ko'tarish lozim. Aytoldining Aliga savoli. Aytoldi aytdi: "Ey davlatlik Ali, nimaga g'azablanib o't bo'lib yonding? Gunohim nima ekanligini o'zimmi bilmayman. Uni aytib bersang va so'zimni boshqadan anglasang bo'ladi. Agar xatoliqim bo'lsa, meni jazolig'in, ixtiyor senda. Agar xatoliqim bo'lmasa, menga chiroyingni turma." Aql farosat bu to'g'rida qiyosiy ma'ni bilan o'xshitib nima deganligini angla. Xizmatkor xatolashsa, uni chaqirtish kerak va nemishqa xato qilganligini so'rash lozim. Agar xatoligi bo'lsa, uni jazolash lozim. Yo'q bo'lsa, ko'p yaxshilik bilan xushal qilish kerak. Alining aytoldig'i javobi. Ali yanala g'azablanib so'z boshladi. Dediki, "Ey bilimsiz ahmaq odam, o'zingga qarag'in. Mening oldimda kim eding? Sana bundaq kibr qayerdan keldi? Xizmat ko'rsatdimikin desam, ko'rsatgan xizmating yo'q. Nabadimikin desam, foydangning tayini yo'q. Xizmat ko'rsatmasangmi, qadrlab marhamat ko'rsatdim. O'rin bergan edim, biroq meni kamsitding. O'ltirish uchun ostinga to'p qo'yding. Obdan tushan. To'p o'ltiradigan narsami? Men sana so'zladim, so'zlaringni angladim. Ko'zingni yumgan eding, hayron qoldim. Bunimi kechirdim, yana sana so'zladim. Nimishqi yuz o'rganligingni menga aytib bergin. Donolardan bundaq bir so'zni anglaganmiding? Balki yaqin bo'lsa, o'zini qattiq ko'zatgulik. Atang yoki onang, "Ey o'g'lim, begingi o'zingni tanqinma" deb aytmaganmidi? Sana do'stlaringning yigit beshi, begingni kamsitma, beshingni qo'g'da deb topshirmaganmi? Bagla bir o'ttir ki, bu o'tga yaqin borma. Agar yaqin bo'lsang, jazman ko'ysan. Bexud bo'lma. Bagla ko'yayotgan o'tdir. Ko'yayotgan o'tga yaqinlashsang, bu sana jut bo'ladi. Sapsalsang, bagla ko'yar o't hisoblanadi. Kamsitsang, beshingni uzib, qiningni sho'raydi. Sana ortiqcha nazar og'dirsan, uningdan qo'rqin. Agar qo'rqmasang, kuch bilan qo'rqitadi. İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. Epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. 16. Aytoldi Aliga baxt davlat sifatini aytdi. Aytoldi kulib dedi: "Hammani tushundim. Buni so'ragan ekansan, so'zimni angla. Hozir bu ishlarni bilib turib qildim. Senmi buni bilishing kerak edi. Sening qishingga kelganligim va ko'rsatganlarim mijoz odatim edi. Sen o'rin berding, lekin men o'ltirmadim. Mening o'rnim yo'q. Buni sen bilgin deganim edi. Bu so'zni isbotlash va o'zimga o'xshash narsani ko'rsatish uchun to'pni yerga qo'ydim. Chunki to'p bir o'rinda turmaydi, domalab ketadi. Davlatmi shundoq, men domalab ketaman. Sen menga so'yinib qaraganda,
ko'zimni yumganligim, o'zimning qandaq narsa ekanligimni ko'rsatganligim edi. Bugun men davlat, u qarg'uga o'xshaydi. Kimki menga ilinsa, shunili tutaman. Sen qayt so'zlaganda men so'zladim. Kulib qarag'iningda yuzimni yoshirdim. Men o'z odatimni sana ko'rsatdim. Mejazim turaqsiz, menga ishonma dedim. Beshidan ko'p ish kechirgan oqsoqolning turkcha masal keltirib nima deganligini angla. Ey baxtli odam, birdamlik baxtga mag'rurlanmag'in. Ey atoqliq odam, sen baxtga ishinib ketma. Oqar suv, ravon til va bu baxt turmaydi. Tinmasdan yurib dunyoni kezidi. Baxt ishonchsiz, vafosiz, turaqsizdir. Ketganda tez uchidi, oyig'i tayg'oq. Aligning oy to'ldig'i suoli. Ali aytdi: "Uxtum, so'zing oydinlashdi. Xatolikning o'zrini so'rab, o'zing qutulding. Endi menga ayt, fazilating nima? O'ktam tiling nemishqa cho'ng so'zlarni so'zladi?" Oytoldining Alikka javobi. Oytoldi aytdi: "Fazilatim ko'p. Kishilarga naf tegsa, meningdan tegadi. Qarasang, mijozim yumshoq, yeshim kichik. Men borliq baglik va buyuklikka o'tkal. Yuz husnim chiroyli va qiliqim go'zal. Tilagan orzularimga qo'l yetkizdim. Men qayerda bo'lsam, hammasi orzu qiladi. Men bilan birga yuradi va menga bog'lanadi. Rohat men bilan, mushaqqat meningdan tozidi. Xushallik men bilan, qayg'u menga yo'lamaydi. Kim menga qarshilik qilsa, qiynalib o'ladi. Kim menga bo'yin egsa, orzusiga erishadi. Meni uraman deguchilar o'zi uriladi. Bosaman deguchilar o'zi besiladi." Buningga taqlidan bu so'z yodimga keldi. Bilimlik yaxshi kishilar buni anglasin va o'qisin. Baxt qayerda bo'lsa, uningga bo'yin eg, ap bo'l. Agar baxtni rad qilsang, qayg'u bilan elishsan. Baxt kelsa, inson haqiqiy saodatga erishadi. Tuman orzusiga yetib halovatda yashaydi. Alining oy to'ldig'i suoli. Ali dedi: "Bu fazilatlaringni uqdim. Aytqin, sening nuqsoning bormi? Buni bilay." Oytoldining Alikka javobi. Oytoldi aytdi: "Kishilar menga yola chaplab, nuqsonim yo'q bo'lsa-mu, lekin bor deyishadi. Nuqsonim shuki, insonlar meni turaqsiz deb kishilarga aytib yomonlab yurishadi. Turaqsizlikim men uchun nuqson emas. O'zimga doim yangi narsa tanlayman. Barliq ko'ni narsalar ko'rimsiz bo'ladi. Ko'rimsizning aybi yirginishlik bo'ladi. Yangi narsa boyada, ko'nining nima keragi? Esil narsa boyada, xunuk yomonning nima keragi? Bilginki, hamma lazzat yangi narsada bo'ladi. Lazzatni tilab kishilar qattiq mushaqqat chekadi. Bu odatim uchun meni turaqsiz deb so'kishidi. Bu nomim uchun menga ayb to'qishidi." Botur buningga taqlidan aniq aytdiki, bilsang uning ma'nosi bu so'zga guvohdir. Yaratilgan narsalar yo'qolg'usidir. Yaratquchi Xoliq xolig'ini qiladi. Tiriklik degan shamoldek o'tib ketadi. Qochidi, tutib bo'lmaydi. Uningga kim erishalaydi? Bu baxtga mag'rurlanma. U keladi va yana ketadi. Bu davlatga ishonma. U beradi ham oladi. Bu davlat turaqsiz bo'lmasa edi, ey qozam, baxt nima degan yaxshi narsa bo'lar edi. Bu davlat kelib yana ketmasa edi, yo'rig'an kun yana qorong'ulashmagan bo'lar edi. Aligning oy to'ldig'i suoli. Alik dedi: "Bu turaqsizligingni uqdim. 100 o'rib qo'y ketidi ekansan. Turg'unliqingmi bo'lamdi?" Oytoldining Alikka javobi.
Ay to'ldi dedi. Mening o'zim va qiliqim kiyikdekdir. So'z tamom. So'yib orzu qilganlar menga tez erishamaydi. Agar erishsa, tutib turolmaydi, tezli zoyi qilib etadi. Menga erishgan bak mahkam tutsa, so'zimni kesib aytamanki, uningdan qocholmayman. Aligning ay to'ldig'i savoli. Alig dedi: "Aytqin, bu turg'unliqing nimada? Seni bağlaydigan qandaq kishan u?" Ay to'ldining Aligga javobi: "Ay to'ldi" dedi. "Meni bağlaydigan kishan bu bir qancha narsadir. Qara, ulardan belgi beray. Menga erishguchining mijozi kamtar bo'lishi, ko'ngli muloyim, so'zi yumshoq bo'lishi kerak. U o'ziga ehtiyot qilishi, hargiz chekidan chiqmasligi, yomon yaramas ishlarga yaqin yo'lamasligi kerak. Yiqqan melini o'z loyiqida ishlatishi, qiliqi, mijoz xulqiga bob hayot kechirishi kerak. O'zidan cho'nglarga xizmat ko'rsatishi, o'zidan kichiklarga shirin so'zlik bo'lishi, mag'rurlik bilan kishini kamsitmasligi, o'zidan kichiklarni zanglik qilib xorlamasligi kerak. Ichimlikka behuda berilmasligi, melini behuda isrof qilmasligi kerak. Qo'l va tili bilan o'yinga kirishmasligi, mijoz xulqini to'g'ri tutishi kerak. Bu narsalar turaqsiz baxtning kishinidir. Baxtni bundoq bog'lasa, u qochmaydi, qoladi. Shoirning bu so'zi buningga guvoh. Shoirning bu so'zi so'zga ta'm qatadi. Kishi uchun davlat o'rkiga kiyikdekdir. Agar u kelsa, ching tut, tushab tizgilla. Tutishni bilsang, davlat tezib ketanmaydi, turadi. Agar tezib ketsa, sana yana tez navbat kelmaydi. Aligning ay to'ldig'i javobi. Alig aytdi: "Ey baxt, seni tushundim. Seni qattiq so'ygan edim, sen mendan yuz o'ribsan. Agar o'zgarishchan, turaqsizliqing bo'lmaganda edi, sening kelganliging qandoq yaxshi bo'ladi. Lekin turaqsizsan, bevafosan. Vafoni ko'rsatsan-u, jafo qilasan. Ba'zida ota va onadan mehribon bo'lib, kulib qarab kishini olqiningda tutasan. Ba'zida ko'magandek yuzingni o'raysan. Butun qiliqing va so'zlaring boshqacha o'zgaradi. Yig'isan, to'plansa hammani qayta chachisan. Chaqirasan, sana yuzlansa, eshikni yopasan." Ay to'ldining Aligga javobi. Ay to'ldi dedi: "Ey davlatman Alig, barcha nuqson va fazilatlarimning etini aytdim. Menga kim erishib mahkam tutay desa, kerakli narsalarni aytib berdim, chami yassa tutsin. Meni tutquchi menga yugan sanmasa, kiyikdek qochaman, menga yetguchi kim bor? Tajribalik qeri nima deganligini angla. Tajribalik qerilar so'zi, so'zning qaymiqi. Baxt keladi, tutishni bilmasang ketadi. Sana mol beradi, yeyishni bilmasang uni oladi. Turaqsiz baxtga erishsang, uni noyida mahkam tut. Agar mahkam saqlamasang, ishonginki qaytib ketadi. Baxtiyor kishi ehtiyotkor bo'lishi lozim. Barliq naloyiq ishlardan yiroqlashishi kerak. O'zi pok bo'lishi, to'g'ri yo'lda menishi lozim. Buning beg'i mushundoq, buni bilish kerak. Aligning ay to'ldig'i savoli. Alig aytdi: "Nuqson va fazilatingni tushundim. Sening bu ay to'ldi degan eting nima demakdir? Uning ma'nosi nima? Menga aytib ber. Uni bilay, tushunay, sana ishinay." Ay to'ldining Aligga javobi. Ay to'ldi aytdi: "Mening etimni va mijozimni donolar oyga o'xshatadi. Ay tug'sa, dastlabda bak kichik tug'adi. Kun sari cho'ng'iyib yuqori ko'tariladi. Ay to'lin bo'p bo'lsa, dunyoni yo'rtadi. Dunyo xalqi uningdan yo'riqlik oladi. Ay to'lib egizga ko'tarilsa,
u yana kemiyishga boshlaydi. Chiroy husni ketadi. Yo'riqligi aziyib, oxiri yo'qaydi. Qayta tug'idi. Har kechasi az-azdan yana to'ladi. Men o'zimni shuningga o'xshayman. Ba'zan bor bo'laman, ba'zan yo'q bo'laman. Men har qancha zaif kishiga yuzlansam, kesib aytamanki, uning husni bag'an siri go'zallashadi. U beyib ulg'aysa, danqi yeyilsa, uningdan ketaman, uningmi shuhrat inovati ketadi. Yana uning yiqqan mol dunyosi chechiladi. Uning taq turqi yana qayta burunqidek bo'lib qoladi. Buningga taqlidan shoirning bir so'zi borki, shoirning bu so'zi bilimsizning ko'zidir. Kishiga baxt keladi, nomi shuhratlik bo'ladi. Xuddi yangi oydek nuri ortib, oxir to'ladi. Davlat turaqsiz, talva, uningga ko'ngil bog'lama. Davlat to'lin oydek qayta kichiklaydi. Sana eğitimning yana bir ma'nosini aytay. Uni anglagin. Buningda menga ishongin. Bu oyning o'rni o'yi o'zgarib turdi. O'zgarib turg'ashqa har nima qilsangmi o'rinsiz qoladi. Oyning burchi saratondir. Bu o'y aylanadi. O'yi aylanadi ham o'zi cho'gilaydi. Bu oy qaysi o'yga kirsa tezda chiqadi. Tez chiqmoq uchun yotgan yerini bosadi. Qara, men o'zimni shuningga o'xshayman. Qiliqim ba'zida to'vallash, ba'zida yuqori o'rlash. Kelaman, ketaman, hammadan burun yuraman. Dunyoni kezaman, mening turaqliq o'rnim yo'q. Qiliqlarimning ma'nosi shundoq bo'lgani uchun donishmandlar nozik ma'nilik qilib, etimni oy to'ldi deb atadi. Shundoq. Men davlat bo'lsammi, nuqsonim va fazilatimni, kesilim ham uning davosini aytib berdim. So'zni ochiq so'zladim, endi menga ishon. Tashlayman desang tashla, tutaman desang tut. Alining oy to'ldiği javobi. Ali aytdi: "Barcha so'zingni angladim. So'zlaring dilni yoritdi. O'zingni yarading. Sendek bir kishini orzu qilgan edim. Ey arla sardori, Xudo orzuyimni berdi. Xudo kimning orzu tilakini bersa, uningga javoban shukr qilguliq. Bugundan boshlab men tinmasdan, erinmasdan buning shukrini qilishim kerak. Bizga kitob qoldirib dunyodan o'tgan olim, aqil kishining nima deganligini angla. Ey ne'matga ega bo'g'uchi azamat, shukr qil. Shukr qilsang, Xudo ne'matni oshiradi. Ne'matga ega bo'g'uchi o'zini unutib qoladi. Buningga shukr qilsa, ne'mat yuz o'rmaydi. Az yaxshilik uchun ayati ko'p shukr qil. Erishgan ne'mating ko'p bo'lsa, uning qadrini bil. Shukr qilsang, bir ne'mat 10 bo'ladi. Bir 10 bo'lib, o'yga mol dunyo to'ladi. Ali oy to'ldini olqishladi va kech kunduz menga qarishib tur dedi. Nurg'un mol dunyo mulk berdi, ko'p maqtadi. Qadrladi, ko'p oltin kumush berdi. Ali uningga hamma ishlarni so'zlab berdi. Hamma ishda uningdan aql va bilim talab qildi. Oy to'ldimi, bu qadr qimmatga erishib, chin haqiqiy sodiqlik bilan xizmat qildi. Ali uni yana bir muddat sinab yurdi. Erishgan bu odami hammadan mukammal ekanligini bildi. On yettinci. Kun to'g'di Ali oy to'ldig'i adolat sifatlarini aytdi. Ali bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib, o'yini xoli qildi, xiyolga cho'mdi.
U Aytoldini chaqirdi. Huzuriga yo'l berdi. Aytoldi kirdi va qo'l qo'shtirdi. U Aligning qarshisida tik turdi. Alig xeyli vaqtgacha gap qilmay turdi. Alig uningga qarab ko'zi bilan imledi. İşaret bilan "Kel, o'ltir" dedi. Aytoldi azda ehtiyot bilan o'ltirdi. Ko'zini yerga tikdi, ko'ngli yo'ridi. Yoshirincha ko'z qiri bilan Alig qarab ko'rdi. Alig qosh qopiqini turgan chiroyi surlik edi. U kumush kursi qo'yib ustida o'ltiratdi. Bu kursning putlari 3 ochmoq edi. Alig qo'lida cho'ng bir pichoq tutgan edi. Sol tarafida zahar, o'ng tarafida shakar turadi. Aytoldi uni ko'rib rostila qattiq qo'rqdi va cho'nqur nafas oldi. Aligning Aytoldiga savoli. Bir oz turgandan keyin Alig beshini ko'tardi va Aytoldiga aytdi: "Tilingni tavrat. Meni bu yerda mo'shundoq yolg'iz ko'rib turib, nima uchun kekashdak so'zlamay turasan?" Aytoldining Aligga javobi. Aytoldi aytdi: "Ay, davlatman Alig. So'zlash uchun menda jur'at yo'q. Bugun sening mijoz harakatingni boshqacha ko'ryapman. Shuning uchun ayminayapman, ay dana. Ro'shan bilimli kishi xalqqa shundoq nasihat qilgan. G'azablangan chaqda baglarga yaqin borma. Bilimlik donishmand teximi yaxshi aytgan. G'azablangan chaqda baglar o't va zahar bo'ladi. Agar baglar qahrga kelib g'azablik bo'lgan bo'lsa, uningga yaqin turma, ey xushbi'il kishi. Baglar g'azabi kelib qahrlangan bo'lsa, uningdan yiroq tur, ziyni tegidi. Buningga taqlidan mundoq bir so'z bor. Buni esingda tut, o'zingni yaxshi ko'zat. Qahri kelgan chaqda baglarga yaqin borma. Yaqin boradi ekansan, qadrsiz bo'lishing aniq. Qara, baglar go'yo arslonga o'xshaydi. Qahri kelsa, bosh kesadi, ey bilimi ro'shan kishi. Aligning Aytoldiga savoli. Alig dedi: "Qani menga o'z so'zlaringni ayt. Hozir nimaga tingirqab qolding?" Aytoldining Aligga javobi. Aytoldi dediki: "Mening tanqog'inim sen o'ltirgan kumush kursi nima demakdir? Sening o'ltirguning qandoq kursi u? Buning ma'nosini ufqay, menga aytib ber. Ikkinchidan, qo'lingdagi nima pichoq bu? Bunimi men to'liq bilishim kerak. Uchinchidan, nima uchun o'ng tarafingda shakar, so'l tarafingda zahar turadi? Ma'nosi nima? Sapsasam g'azablik turasan. Buni ko'rdimda aqlimni yo'qotdim. Seni bu holda ko'rgandan keyin ayminib, eg'iz ochib murojaat qilolmadim." 18. Kun tug'di Alig Aytoldiga adolat sifatlarining qandoqligini aytdi. Alig aytdi: "So'zlaringni aniq tushundim. Bularni yeshib so'zimni aytay. Men seni dastlabki kuni chaqirdim. Shu kuni hurmat ko'rsatib o'rin berdim. Ashu ajoyib ishlarni menga ko'rsatib, meni qahrlantirding, ammo o'zing mahkam turding. Buni ko'rib g'azablansam toptani qilding. Buningga sabr qildim. Yana chiroyingni turding. Sen menga men baxtman, meni bilib ol. Sana uqtirib bundoq qildim, buni uqib ol deding. Nima uchun undoq qilganingni ayrim izohlab berding. Men hamma narsani ochiq tushundim. Shu chaqda o'zringni qabul ko'rib kechirdim. Ondan fazilatingga yarasha seni qadrladim. Bugun men o'z mijozim va barcha fazilatlarimni sana ko'rsatdim. Qarag'in, men adolat va qonunman. Qonunning sifatlari munulardir, diqqat qil. Qara,
Özüm üstüde o'ltirgan bu kursning 3 puti bor. Ey dilimning huzuri. 3 putliq narsaning hammasi qanqaymaydi. 3 puti tuz tursa qimirlamaydi. Agar 3 putun birasi egilib ketsa, qolgan ikkisimi qing'iydi, kishi yiqiladi. 3 putliq narsaning hammasi to'g'ri tuz bo'ladi. Agar 4 putliq bo'lsa, qara, biri agri bo'ladi. Qaysi narsa tuz bo'lsa, hamma yeri uz bo'ladi. Barliq uz narsaga sepsasang, qilmishimi tuz bo'ladi. Qaysi narsa qing'aysa, u agri bo'ladi. Agri narsalarning hammasi yomonning uruqi bo'ladi. Har qanday tuz narsa pukilsa, tik turmay yiqiladi. Qaysi narsa to'g'ri bo'lsa, yiqilmay mazmut turadi. Qara, mening odatimmi egilmas to'g'ridir. Agar to'g'rilik egilsa, qiyomat bo'ladi. Men ishlarni to'g'rilik bilan hal qilaman. Kishilarni bag toifasidan, qul toifasidan deb ayirmayman. Qo'limdagi bu xanjar pichoq kesadigan, pichadigan qoraldir, ey qudratli kishi. Men ishlarni pichoqdek kesaman, pichaman. Da'vo qilg'uvchilarning ishini o'zartmayman. Shekar zo'rliqqa uchrab, ishkimga kelib, mendan adolat tilagan kishi uchundir. U kishi shekardek lazzat bilan qaytadi. So'yinch tepib, chiroyi echiladi. Zahar o'tini o'zi zo'ravon, haqiqatan tazgan kishilar ichidi. Ular janjallashib menga kelsa, men adolat bilan hukm qilsam, zahar ichgandek azoblanganligini ko'raman. Qopiqimning turilganligi, suturlik bo'lishim, yuz xotira qilmaslikim oldimga kelgan zo'ravonlar uchundir. Mayli o'g'lim bo'lsin yoki yaqinim tonishim bo'lsin, mayli yo'lovchi, o'tkinchi yoki mehmon bo'lsin, qonun oldida har ikkilisi men uchun birdek. Hukm qilganda hech biri menda farq topolmaydi. Qara, baylikning uli haq adolatdir. Baglar odil bo'lsa, hayotda halovat bo'ladi. Aqlli kishi buningga taqlid qilib shundoq so'z aytgan. Kimki aqlning so'zini esida tutsa, ishi o'ngishliq bo'ladi. Baylikning uli adolat ustiga qurilgandir. Baglikning yiltizi adolat yo'lidir. Bag elga qonun yurgizsa, u adil bo'lsa, istagan orzu tilaklariga erishalaydi. Oy to'ldining alayka suoli. Oy to'ldi, yana aytdi. Ey davlatlik alay, nima uchun aligning eti kun tug'di bo'ldi? Aligning oy to'ldig'i javobi. Alik aytdi: Olim mening adolatlarimni ko'rib, kunga taqlid qilib bu otni qo'ydi. Kunga qaragan kamaymaydi, faqat to'lin bo'lib turadi. Yo'riqligi doim o'xshashli kuchlikdir. Mening qiliqlarimmi uningga o'xshaydi. Adolat bilan to'lib turadi, o'ksib qolmaydi. Ikkinchidan, kun chiqsa jahon yo'riydi. Yo'riqligini barcha xalqqa yetkazadi-yu, o'zi o'shmaydi. Mening qonuniyatim shundoq, o'zim yo'qolmayman. Odatim va so'zlarim barcha xalq uchun birdekdir. Uchinchidan, kun chiqsa yerga issiqlik beradi. Yerda rang-rang gul chechak echiladi. Mening qonunim qaysi elga yetib borsa, u el qoramtoshliq yer bo'lsa-mu obodlashadi. Chiqqan kun yaxshi yoki yomon demaydi. Hammaga birdek yo'riqlik beradi, o'ksib qolmaydi. Mening odatim aniq shundoqdir. Mendan hammaga barobar o'lish tegadi. Yana kelib kunning burchi turg'un bo'ladi. Turg'un deganim uning asosi mustahkam deganimdir. Kun burchi arslan. Bu burch tavranmaydi. O'rnidan tavramaganligi uchun o'yi buzilmaydi. Mening odatlarimga baq, doim bir xildir. Yo'riqlik berishda hargiz o'zgarmayman. Oy to'ldining alayka suoli. Oy to'ldi aytdi: Ey davlatman Ali, jahonda el so'ra noming yeyilsin. Men uzun yo'l yurib, mushaqqat chekib, yerib charchab oldinga keldim. Bundaq odating, fazilating borligi uchun
kuchlik orzu qilib sening xizmatingga keldim. Menga aytqin, qanday xizmat qilay? So'yinadigan ishing nima bo'lsa shuni qilay. Xizmat bagning talabiga loyiq bo'lmasa, qancha mushaqqat chekkan bilanmi xizmati yaramaydi. Xizmat bilan yuksalgan, baxtga erishgan elining dangdor odami nima deydi? Angla. Agar xizmatkor begiga xizmat qiladi ekan, baglarni rozi qilish yo'lini qattiq tutishi kerak. Baglar ro'yi bo'yicha xizmat qil. Xizmatidan bag rozi bo'lsa, baxt eshigini ochadi. Xizmatchi xizmat qilishni bilsa, to'rga chiqadi. Xizmat qilishni bilmasa, to'rdan pagog'i tushadi. Xizmatchi begini noiti so'yindirsa, bu qul uchun qadr qimmatning yo'li ochiladi. Aligning oy to'ldig'i javobi. Alig aytdi: "Endi men so'zlaringni tushundim. Mening shodligimni tila, o'zingga qattiq ehtiyot qil. Men sana yaramsizlarni aytay. Yaramsizlarga yaqinlashma, pak yurgin. O'zim yoqtirmaydigan narsalarning biri yolg'onchilikdir. Uningdan qolsa zo'ravonlik qilganlardir. Tabiati oshko'z, o'zi ishda ham bo'lganlar, mijozi oldirang'u, ko'zlari hayosiz bo'lganlar, ish ustida qahrlangan, g'azablanganlar, bekor talab, haroqkash va qo'li agri bo'lganlar. Bu xil kishilar menga yaramaydi. Buni amri sana ochiq oshkora aytib berdim. Sen menga munosib holda yarashni xohlasang, bu bir qancha narsadan o'zingni yiroq tut, ey shuhratli kishi. Shundoq qilsang, kundan kunga menga yaqinroq bo'lasan. Mening sana bo'lgan hurmatim, iltifotim oshadi. Oytoldining alayka savoli. Oytoldi dedi: "Bularni angladim. Yana bir so'zim bor. Unimi aytib ber. Yaxshilik qandoq bo'ladi? Nimaga o'xshaydi? Yaxshining mijoz xulqi qaysi tariqada bo'ladi?" Aligning oytoldiga javobi. Alig aytdi: "Yaxshining mijoz xulqi foydali bo'ladi. Xalqi manfaati tegidi. Xalqi hamisha ko'p yaxshilik qiladi. Kishidan shuhrat tilamaydi, minnat qilmaydi. O'z foydasini ko'zlamay, kishilarga foyda keltiradi. Bu foydasi uchun badal talab qilmaydi." Oytoldining alayka savoli. Oytoldi yana aytdi: "Bu so'zlarni tushundim. Yana bir tilakimni sendan so'rayman. Menga to'g'riliq haqida so'zlab bergin. İnsanның hayotini yo'ritadigan to'g'rilik qandoq bo'ladi? Nimani to'g'ri yo'l deb ataydi? To'g'rilikning uli qandoq bo'ladi?" Aligning oytoldig'i javobi. Alig aytdi: "Qara, to'g'ri erning tili bilan dili birdek bo'ladi. Ichi teshidek va teshi ishidek bo'ladi. Chin va to'g'ri kishi ana shundoq bo'ladi. Yurakini olqiniga elib, insonlar oldida uyalmasdan yuralaydigan bo'lsin. Baxtli bo'lib, yuksilish uchun kishiga to'g'rilik zarur. Ishonginki, to'g'rilik kishilikning nomidir. Odam qiz nodir emas, balki kishilik qisdir. İnsanlar az emas, balki to'g'rilik ozdir." Buningga taqlidan shoir ushbu so'zni aytgan. Endi sana so'zladim, senmi ko'gin. Menib yurgan inson noit ko'pdir. To'g'ri, chin va haq odam men uchun noit aziz. Kishi qadrlik emas, balki kishilik qadrlikdir. Aql idrok to'g'ri, chin kishilarni maqtaydi. Oytoldining alayka savoli. Oytoldi yana aytdi: "Davlatman Ali, menga endi bu so'zning sirini ichib ber. Yaxshi kishilarning yomon bo'lishi mumkinmi? Yomonlarmi bir kuni yaxshilarga agishami?" Aligning oytoldig'i javobi. Alig aytdi: "Yaxshilar ikki turlik bo'ladi. Buning biri haqiqiy holda yaxshilik yo'lini tutadi. Biri onadan tug'ilibli yaxshi bo'ladi. U to'g'ri va durust hayot kechiradi. Qara, yana biri taqlid yo'li bilan yaxshi bo'lganlar. Ular yomonga qaytilsa yomonlik qiladi.
Yamanlarmı ikki turlik boludu. Bularning har ikkisini o'xshash yomon hisoblama. Bulardan biri tug'mi yomonlardir. Bunday kishi o'lmaguncha kiri tozalanmaydi. Yana biri taqlid yo'li bilan yomon bo'lganlar. Bularning do'stlari yaxshi bo'lsa, umi yaxshi yo'lga mangadi. Tug'mi yaxshidan doim yaxshilik keladi. Jahon xalqi uningdan foyda oladi. Tug'mi yomon bo'lsa, uningga davo yo'q. U dunyo uchun balo va xalq uchun jutdir. Buningga taqlidan aytilgan bir turkcha masal borki, buni angla va tushunib o'zlashtirgin. Yaxshi odat oq sut bilan kirgan bo'lsa, bundaq kishi o'lganga qadar o'z odatini o'zgartmaydi. Kishining tabiati bilan qo'shilib yaratilgan qiliq o'lim buzmag'icha hargiz buzilmaydi. Onaning qornida paydo bo'lgan mijoz va odat bo'z yer qetig'i kirgandila ketidi, ay dona. Agar yaxshiga bir yomon yo'ldosh bo'lsa, uning qilmishlari yomonnikiga o'xshash yomon bo'ladi. Yomon yaxshi bilan birga qetilib yursa, barliq yaxshiliklarga yetmak uchun mash'alga erishadi. Qara, yana bir sabab shuki, yaxshi bilan yomon yiqilish tufaylidan yo'lini to'g'rilab oladi. Begi yaxshi bo'lsa, barcha xalq tartiblik, qiliqlari yaxshi, xuy-payli go'zal bo'ladi. Baglar yaxshi kishini o'ziga yaqin tutsa, yomonlarmi yaxshi ish qiladigan bo'ladi. Yomonlar baglarga yaqin bo'lsa, eldi yomonlarning qo'li uzrab ketadi. Yomonlar bosh ko'tarsa, yaxshilar yo'qoladi. Yaxshilar hukmron bo'lsa, yomonlar oradan ketadi. Agar baglar baxt belgisi sifatida yaxshi bo'ladi ekan, butun xalqmo shubhasiz yaxshi bo'ladi. Agar baglar o'zi yomon bo'lsalar, u elda yomonlarning yuzida shodlik jilva qilmaydi. Baglar begi bir yaxshi qonun turg'izganki, yomon uchun eng yaxshi chora jazo va zindondir. Agar xalqning boshchisi yaxshi bo'lsa, uning barliq xizmatchilari yaxshi bo'ladi. Agar baglarning o'zlari yaxshi bo'lsa, butun xalqi beyidi, dunyo tuziladi. Oytoldining alayki suoli. Oytoldi yana shundoq dedi. Bularni tushandim. Ali bu so'zlarni nihoyat to'g'ri aytdi. Bu yaxshiliklarni kishi yaxshi deb biladi. Foydali bo'lg'ini uchun shundoq qilishni xohlaydi. Uni butun inson so'yidi, xohlaydi, orzu qiladi. Uni istaganlar uningga qandoq erishadi? Alining Oytoldiga javobi. Ali aytdi: yaxshilik esil narsadir. Esil narsani doim esil kishilar xohlaydi. Qaysi narsa esil, nodir va qadrlik bo'lsa, uni amalga oshirish barcha kishiga eg'ir tushadi. Yomonlik va uni qilg'uvchilar qadrsizdir. Yovuz ishmo qadrsizdir. U yomonlikqa ep boradi. Qandoq narsa qadrsiz bo'lsa, yerda yotadi. Tovar durdun qimmatlik bo'lg'achqa to'rda turadi. Yaxshilik yuqoriga chiqishdek eg'ir ishdir. Yomonlik tövanga tushishdak erishmak osondir. Qara, aql buningga taqlidan bir so'z aytdiki, aqlliqning so'ziga amal qilsa foydasi ko'pdir. Yaxshilik yuqoriga chiqishdek ish hamma kishi chiqolmaydi. Bu ishni qilaman debmo hamma inson qilolmaydi. Qadrlik bo'lgan har qanday narsani bejirish eg'irga tushadi. Bilimsiz va nodonlar buni ado qilolmaydi. Oytoldining alayki suoli. Oytoldi aytdi: Ey davlatman Ali, yaxshilik shu qadar nom va madhiga erishgan ekan, uningmi insonlar so'zligidek qusuri bormi? Farosatliklar uni uqqamdi, nima ekanligini bilamdi. Alining Oytoldiga javobi. Ali aytdi: yaxshilik doim maqtaladi. Yomonlar bo'lsa, uningdan qusur topmoqchi bo'ladi.
Kishilarga doim yaqinlik qilg'uvchi armo agar yomonlar bo'lmasa yaxshi ish qilolmaydi. Yomonlar xo'rlanganligi va kamsitilganligi uchun yaxshilarga kun bermaydi, yaratmay yuradi. Kim yaxshilikni xolasa yaxshilik qiladi. Xo'rlash va kamsitilishga pisand qilmaydi. Kimiki bugungi shodlikni tilasa, u yomonlik qiladi, keyin qayg'uradi. Yaxshilik tiliguvchi nima deydi? Angla. Doim yaxshilik qil. Yaxshilikni o'zingga hamroh qil. Yaxshilikning bugun sana hech ziyni yo'qdir. Bugun ishonginki, keyin uning foydasi bo'ladi. Yomonlik bugun foydaliqdek ko'rinsimi, u ati ziyon keltiradi. Buni farosat bilan uqqin. Yaxshilik o'ng bo'lsa, yomonlik so'ldir. So'lingda davzax, o'ng tarafingda jannat bor. Yomonlar bugun qanchalik huzurlansimi, atiki kunda o'kinish bilan azob chekadi. Yaxshi kishi qanchalik xor bo'lsimi, ata u yerda o'kinmaydi. Ishi o'ngishliq bo'ladi. Ey Aytoldi, sen buni haqiqat deb bilginki, yaxshi nom bilan o'lsam, o'kinchsiz bo'laman. Odil kishi naqadar yaxshi so'zlarni aytgan. Odil kishining tili so'zlarga asos soladi. Boshqalar yomon deb yaxshini rad qilsa, ey yaxshi, men seni orzu qilib tilayman. Ey yaxshi, aytqinchu, sana kim to'yidi? Qani berika, men sana to'ymadim, tex oshman. Yaxshi kishi qanchalik xo'rlangan bo'lsa-mu, men shu yaxshi kishiga hamroh bo'lishga roziman. Baglik menga yomonlik bilan keladigan bo'lsa, bundoq baglik kerak emas. Uni sana berdim. Kishining tabiati yomondir. Buni o'z ko'zim bilan ko'ryapman. Halovati nihoyat qisqa, o'kinchi uzun. Buningga taqlid qilib shoir bu so'zni aytgan. Uni uqsang ma'nosi echiladi. Ko'zingni o'tkir qil. Qara, qaysi yaxshi kishi yaxshiligi uchun o'kinadi. Atangan yomonlar oxir qattiq pushaymon qiladi. Yomonlik qilsa, yomonlikning javobi o'kinch bo'ladi. Qo'lingdan kelsa yaxshilik qil, yomonga o'sh ol. Yomon kishilarni qandoqmi maqtay? Nimishqimi yomon ishni arzu qilay? Askilik, paskashlik, johillikning hammasi yomonlarning qiliq odatidir, ey ulug' kishi. Balo, azob, mushaqqat va o'kinchlik ko'z yoshi yomonlik uchun berilgan javob, ey yigit. Qara, bu yaxshi kishilarni qandoqmi so'ymay, bu yaxshi ishlarni qandoqmi maqtamay. Sexilik, odamgarchilik, manfaat va yaxshilik aniqki yaxshi kishilardan keladi. Yaxshi kishi do'stlar ichidagi eng afzalidir. Yaxshi ish ishlarning eng afzalidir. Do'sting yaxshi bo'lsa, nima xohlasan qila olaysan. Yaxshi yo'l tepish uchun yaxshi do'st kerak. Huzur, halovat, orzu, ne'mat, g'urur va xushal-xuramlik yaxshilikning javobi bo'ladi. Ali aytdi. Aytoldi. Bu so'zlarni uqqin, so'ragan savolingga shundoq javob berdim. Aytoldining Aliga javobi. Aytoldi yer upib o'rnidan turdi va dedi: Ey muqaddas baxt, ey yaxshi qonun, dunyoning hokimi bo'lding, umring uzun bo'lsin. Halovat va yaxshilik ichida beshing omon bo'lsin. Bagliking va saltanating buzilmasin. Shod-xuram kulib rohatda yasha. Ulug'liq bilan ko'p Allohga hokim bo'l. Baglikingning uli qudrating bilan mustahkam bo'lsin. Orzularing quramas eqindek eqib tursin.
Davlat qeyrimas xizmetçidek daim işkingde tursun. Barlıq xuşallıqның hammasi sаңıla kəsin. Düşmanlar qaygı bilan zaiflashib ölsün. Sen her kimning xizmat qilishiga arziysan. Arzigan kishiga xizmat qilsa, baxt eshik ochadi. Xizmat ko'rsatgan va xizmati bilan orzu tilikiga erishgan kishi nima deydi? Angla. Xizmat qilma. Agar qilsang arziganga qil. Layoqatlik bag xizmatkorining haqqini biladi. Xizmat qilma. Agar qilsang sexiyning xizmatini qil. Bilginki sexiyning uyi oltin, ishki ko'mishdir. Ey xizmat qilg'uchi, xasisga xizmat qilma. Bo'lmasa umring zoyi ketadi, o'zing yomon bo'lasan. Xasis o'z narsasini o'zidan ayaydi. Aytqinchu, qandoqmi boshqaning haqqini beradi? Oy to'ldi, so'zini tugatdi, turib tashqariga chiqdi. Şatlık çömüp öz öyiga yo'l oldi. Shundan boshlab tavranmay xizmat qildi. Kechisi ko'za tuturdi, kunduzi aram olmadi. Haqqoniy va sodiqlik bilan xizmat qildi. Alik uni kundan kunga o'ziga yaqin tutdi. Shu xilda yana bir qancha zaman o'tdi. Oy to'ldi, o'z xizmati bilan yuzini yo'riq qildi. 19. Ay to'ldi, Alikka tilning fazilatlarini, so'zning foydasini aytdi. Alik bir kuni Oy to'ldini chaqirdi. O'rin berdi va o'ltir deb emladi. Oy to'ldi adab bilan asta o'ltirdi. Ko'zini yerga tikib gap so'z qilmadi. Alikning Oy to'ldiga savoli. Alik dedi: "Ey Oy to'ldi, so'zingni so'zla. Nimishqa shuktursan? Nim bo'lding?" Oy to'ldining Alikka javobi. Oy to'ldi dedi: "Ey baglar begi, qul o'z begining yuzini ko'sa, aqlini yo'qotadi. Alik buyurmasdan qandoq so'zlay, so'ramasdan avval qandoq o'tinay? Bilimlikning so'zini angla, bo'yin to'lg'ima. So'ramasdan burun so'zingni so'zlama. Kim birini lozim tepib xolab chaqirsa, u o'zi oldi bilan so'z boshlaydi. So'ramasdan avval so'z so'zlaganni hayvon desa to'g'ri aytgan bo'ladi. Yana bilginki, bir narsa so'ramagan baglarga so'z ochqanlar tal va ahmoqdir. Qizil til umringni qisqartadi. Esallik tilasang, uni qattiq bog'la. O'zini tutgan, o'zini besib, esan omon yashagan kishi nima deydi? Angla. Qaraboshning yig'isi qizil tildir. U natchilagan boshlarni yegan, yanama yeydi. Beshingning omonligini tilasang, tilingga ehtiyot bo'l. Tiling har kuni beshingga xavf yetkazadi. Alikning Oy to'ldiga javobi. Alik aytdi: "So'zingni tugal tushandim. Tirik kishining so'zlamasligi hargiz mumkin emas. Bilginki, ikki turli kishi bo'ladi. Uning biri bilimsiz, biri kekashdir. Kekashning tili tutilgan, u so'zlayolmaydi. Bilimsizlarning tili so'zni saqlayolmaydi. Bilimsizning tili doim bog'liqda bo'lishi lozim. Bilimli kishi tiliga hokim bo'lishi kerak. Bilimlikning so'zi go'yo yerga suvdekdir. Suv oqqan yerdan ne'mat unidi. Bilimli kishining so'zi tugamaydi. Eqib turgan suzuk buloqning suyi o'ksimaydi. Olimlar chimliq sozliqqa o'xshash bo'ladi. Qayaga oyoq bassa, shu yerdan suv chiqib turadi.
Bilimsizning ko'ngli qumdek bo'ladi. Daryo kirsimi to'lmaydi. O't cho'p unmaydi. Oytoldining alayki javobi. Oytoldi yana shundoq dedi. Alik uqidi. Agar tilning ziyni tegsa, tiriklik tugaydi. İnsan tirikkan qandoq so'zlamasin? Kishi kerakli so'zni so'zlaydi, yo'shirmaydi. Kishi so'zlashi uchun avval so'rash kerak. So'ramasa so'zni chin saqlash lozim. Ey Ali, agar yaxshi bilsang, so'ramoqlik erkakdir. Uning javobi bo'lsa, tishiga o'xshashdir. Ayolning bir erkak eri bo'ladi. Tug'ilsa uningdan 2 o'g'il tug'iladi. Aligning oytoldig'i savoli. Alik dedi: "Tushundim. Barcha so'zing haq. Yana boshqa bir so'raydigan so'zim bor. Tilning ziynini so'zladim. Buni angladim. Uning foydasi bormi? To'g'risini aytib ber. Agar tilning ziynidan qo'rqsang, barcha foydali so'zlaring aytilmay qoladi." Oytoldining alayki javobi. Oytoldi aytdi: "Agar bu til so'zlashni bilsa, so'zning foydasi nihoyat ko'p. Behuda so'z bilimsizning tilidan chiqadi. Donolar bilimsiz kishini hayvon ataydi. Behuda, hojatsiz so'zlarni so'zlash avomning qiliqidir. Qora boshni yeganmi behuda so'zdir. So'z o'rinsiz so'zlansa, ko'p ziyon keltiradi. Agar so'zni joyida so'zlashni bilsa, foydasi bo'ladi. Bilginki, avomning qorni to'ysa, o'kizdek yotadi. Behuda so'zga ovunib o'zini samirtidi. Yeb, to'yib yotganlar hayvondir. Bu hayvon deganim uning qiliqiga qaratilgan. Bilimli kishilar vujudini upurtidi. Bilim bilan shodlanib, jinini yashnatidi. Vujudning nesibasi bo'g'izdan kiradi. Ruhning nesibasi bo'lgan chin so'z quloqdan kiradi. Qara. Bilimning belgisi 2 narsadir. Bu 2 narsa bilan kishining yuzi yo'riq bo'ladi. Buning biri til, yana biri bo'g'izdir. Bu ikkisini boshqara olsa, daryodek foydasi tegadi. Bilimlik, bo'g'iz va tilga hokim bo'lishi lozim. Bo'g'iz bilan tilni ko'zatgan bilimliklar bakka ehtiyojlidir. Aligning oytoldig'i savoli. Alik aytdi: "So'zlaringni uqdim, ayon bo'ldi. So'zning asosi nima va so'z qancha turlik bo'ladi? So'z nerdan chiqadi va nega boradi? Ey bilimdan, buni menga aytib ber. Qanchalik so'zlash va qanchalik so'zlamaslik to'g'risida aqlliq va bilimlik dono nima deydi?" Oytoldining alayki javobi. Oytoldi dedi: "So'zning o'rni sirdir. So'z soni 10 bo'lsa, so'zlanadiğini 1 bo'lishi kerak. Birini so'zlab 9'uni tiyg'uluq. Chunki tiyiladigan so'z asli badbo'y bo'ladi." Aligining oytoldig'i savoli. Ali yana dedi: "So'zning foydasi qanchalik va ziyni qanchalik? Menga ochiq aytib ber." Oytoldining alayki javobi. Oytoldi dedi: "So'zning foydasi ulug'dir. So'z joyida qo'llanilsa, qo'lni yuksaltiradi. Bilginki, so'zning foydasi tufaylidan bo'z yerdagi kishi yeshil ko'kka o'rlaydi, to'rdi bo'ladi. Agar til joyida so'zlashni bilmasa, yeshil ko'kdagi kishini yerga tushiradi." Aligining oytoldig'i savoli. Yana aytdi: "So'zning qanchiligi ko'p va qanchiligi oz bo'ladi? Menga ochiq aytib ber." Oytoldining alayki javobi. Oytoldi dedi: "Ko'p so'z degan shuki, so'ramaganni so'zlab ko'ngilga tegish. Oz so'z so'ralganga berilgan javob. So'zga yarasha qaytirilgan so'zdir. Tilni so'z bilan bezab, uning yuzini ochgan shoir buningga taqlid qilib mundaq degan: "So'zni obdan o'ylanib yaxshi so'zligin. So'ragandila so'zla va tez tugat.
Sözni köp angla, lekin nurgun sözleme. Bilim bilen söz tüz, paraset bilen sözle. Alig'ning oyit olduğu suali. Alig aytdi: "Bu sözlerimi tushundim. Yana bir suolim bor, yoshirmay aytdi. Chin so'zni kimdan anglash kerak? So'zni kimga aytish kerak? Buni aytib ber." Oytoldining Alig'ga javobi: "Oytoldi dedi. So'zni donodan anglab, keyin bilimsizga aytish kerak. Kerakli so'zni ulug'lardan anglash lozim. Ondan kichiklarga aytish kerakki, ular o'zini tutib olsin. So'zni ko'p anglag'uluq, bira-bira so'zligilik. Bilimlik dono menga shundoq degan. Ko'p so'zlash bilan kishi olim bo'lolmaydi. Olim ko'p anglab, to'rning beshiga erishadi. İnsan kekash bo'lsa-mu bilim ola oladi. Ammo g'as bo'lsa, bilimga qo'li yetmaydi." Alig'ning oyit olduğu suoli. Alig yana aytdi: "Bu so'z tushunishlik bo'ldi. Yana bir suolim bor. Uningga javob ber. Tilni shuk tutish kerakmi yoki so'zlashmi? So'zni ochgan yaxshimi yoki yoshirishmi?" Oytoldining Alig'ga javobi: "Oytoldi dedi. Alig anglasunki, til bilan so'zlanmasa, bilim shu pet qiliveradi. Tilni so'kishkili bo'lmaydi. Maqtiladigan yerlarimi ko'p. So'zningmi maqtiladigan va so'kiladigan taraflari bor. Sansizligan jonliq mavjudotning hammasi Tangrining birligiga til bilan guvohlik beradi. Tangri tuman minglarcha xaloyiqni yaratdi. Ular Tangrini faqat tili bilan maqtaydi. Vujudi borligi kishi uchun kerak narsa biri til bilan so'z, yana biri ko'ngil. Ko'ngil va tilni to'g'ri so'z uchun yaratgan. So'zi agri bo'lganlar o't ko'yishga majburlanadi. To'g'ri so'zni so'zlasa foydasi ko'pdir. Agar agri so'zlasa doim so'kishga uchraydi. To'g'ri so'zlamoqchi bo'lsang, tiling tavrisin. So'zing agri bo'lsa, undaq so'zni yoshirgin. So'zlamagan odamni kishilar kekash deyishadi. Ko'p so'zlasa, nomi valoh takkurlarning beshi bo'ladi. Kishilarning qadrsizi valoh takkurlardir. Kishilarning qadrliki sehi kishidir." Bu so'zlarni anglab, Alig shotlandi. Ko'zlarini ko'kka tikib, qo'lini ko'tardi. Xudoga shukr qilib, ko'p madhiya o'qidi. Dedi: "Ey egam, mehribon ham azizsan. Sendan menga ko'p yaxshilik keldi. Men sening itoatsiz gunohkor qulingman. Tilikimni berding. Barcha orzularimga yetkizding. Rohat, mol dunyo, davlat va ko'p yaxshiliklar ato qilding. Buning shukrini qandoqmi o'talayman? Ey oliy janob, buning shukrisini o'zingni ado etgaysan." Alig so'zini tugatdi. Xaznisini ochdi. Kambag'allar haqqi uchun nurg'un mol tarqatdi. Alig bu oyitoldini qadrladi. Qo'li bilan ehson bersa, tili bilan maqtadi. Uningga vazirlik unvon berib, tamg'a tutqizdi. To'q dumboq bilan savutnimi berdi. Bütün mamlakatda uning qo'lini uzun qildi. Dushmanlar bo'yin egib, u yerdan yo'qoldi. Oyitoldi bütün ishlarni boshqardi. Erishgan zamonidan g'urur bilan shodlandi. Xalqi beyidi, mamlakat tartibga tushdi. Xalqi Alig uchun duo qildi. Xalq nijot topdi. Jafo mushaqqatdan qutuldi. Qo'zi bilan bo'ra billi yuradigan bo'ldi. Eli ro'naq topdi, qonun tuzildi. Aligning davlati kundan kunga ziyoda bo'ldi. Bir qancha muddat ana shundoq baxtda o'tdi. Xalqning va mamlakatning ishi butunlay tuzaldi. Mamlakatda yangi shahar, kentlar ko'paydi.
Alining xaznasi oltin kumush bilan to'ldi. Ali dili shodlanib huzurlandi. Nomi va shuhrati dunyoga yayildi. Yigirminci. Baxtning o'tkinchiligi va davlatning turoqsizligi aytiladi. Oy to'ldi, orzu tilaklariga to'liq erishdi. O'tkinchi baxt qerib, orqa yo'likini yiqitdi. Yana bu haqda bilimlik dono yaxshi aytgan. Ne'mat tugal bo'lsa, kishi nasibasiga erishalamdi. Aql teg'i buningdanmi yaxshiroq so'zlab, ne'mat tugal bo'lganda ömürmü tugaydi deydi. Bilimlikning bu so'zi bakmi yaxshi aytilgan. Bilimlikning so'zi bilimsizga ko'zdir. Töven tushgan ko'tariladi. Ko'tarilgan mo töven tushidi. Yo'rg'an o'chidi, mangan to'xtaydi. Har qanday ish o'z kamolatini kutadi. Kamolatga yetgandan keyin yana tövenge yanadi. Oy to'ldi, tilikiga tugal erishdi. Tiriklikni tugatdi, mol mulki qoldi. To'lg'an eyi yana kichiklashga boshladi. Nurliq yozi qahriton qishqi yondi. Bir-biriga mos mizojlar o'zaro zidlashdi. Biri kuchayib, uchini besib tushdi. Mizoji aynidi, tamoqi tetiqsiz bo'ldi. Ruhi eg'irlashdi, kesal uni qattiq tutdi. Mizojlari buzildi. Kuchi kemaydi. Tolchiviqdek tuz qomati töven pükildi. Eg'ir kesal kelib, uni tutdi va yerga yiqitdi. Mungluq ingrab to'shakka kirib yotdi. Teviplar to'plandi, tomirini tutdi. Buning nima kesal ekanligini aytib berishdi. Ba'zilar endi uni qon tutibdi, qon tomirini echib qon eqitish kerak deyishdi. Ba'zilar surga ishkuzish kerak, ichi qetibdi, uni bo'shitish kerak deyishdi. Ba'zilar julab qo'shib so'g'oqlik qildi. Ba'zisi keraklik shirni sharbat hozirlab berdi. Hech davo to'g'ri qolmadi, hammani qildi. Nima ravo bo'lsa shuni berdi. Foyda qilmadi. Kesili kundan kunga ig'irlashdi. Kunsiri kuchi xo'ridi, aqli ojizladi. Taqvodor kishi nima deydi? Angla. Taqvodor kishi kishilarning sarxilidir. Mayli mumiyo qat, mayli tiryoq ishlat, mayli matridos bilan churni so'qib ba, mayli tevib chaqir yoki qom keltir, o'limga yuzlanguchiga hargiz davo foyda bermaydi. Ey tirik yurguchi, g'ofil bo'lma. Tirik ekansan, oxiri senmi o'lasan. Ali oy to'ldining ahvolidan xabar topdi. O'limning xabarchisi kesal uningga qo'l uzatgan edi. Ali oy to'ldining holini so'rab keldi. Ali kelib uni yotgan ahvolda ko'rdi. Alining oy to'ldig'i savoli. Ali so'radi. Hozir ko'ngling qandoq? Nima kesal bu? Uyqung qandoq? Oy to'ldining Aliga javobi. Oy to'ldi dedi. Ey davlatman Ali. Meni shundoq bir kesal tutdiki, uning davosi yo'q. Eyim to'lin edi. To'linligi kemaydi. Tabiitim alohida edi. Endi bu esillik ketdi. Tuqqan kunim shodlik bilan chiqatdi. Endi kunim petish oldida turadi, tunlarim yo'rimaydi. Shodlik g'ururim bo'lgan tiriklik o'zini ib qochdi. Turoqsiz dunyo mendin yuzini o'ridi. Shodlik, orzu, ne'matlar orqamda qelyotdi.
Qayg'u, alam, mushaqqat menga qarab kelyapti. Mana bugun men sendan ayrilaman. Pushaymon va alam bilan ingrab ketyapman. Xalqni boshlig'uvchi kishilarning eng yaxshisi dono albegi nima deydi? Angla. Bu davlat kelib o'z maylicha yugurib, yana ketib qolmasa, qanchalik yaxshi bo'lar edi. Ölüm tutmasa, kishi doim salomat yursa, bu baglik ishi nima degan obdan ish bo'lar edi. Agar kishi qerimasdan yashasa edi, yigitlik kunlar qanchalik go'zal bo'lgan bo'lar edi. Aligning oy to'ldig'i javobi. Alig aytdi. Oy to'ldi. Bu so'zlarni qo'yg'in. Ey tuz ko'ngil, bundaq so'zlarni so'zlamagin. Hamma kishi kasal bo'ladi, ham yaxshi bo'ladi. Ey qudratlik. Bu kasal yolg'iz sang'ili kelgan emas. Nemishqa tilingdan xunuk gaplar chiqadi? Nemishqa o'zingcha ko'nglingni buzasan? Men sening bilan ovunib yuratdim. Buningga e'tiroz bildirayotgandek, so'zlaring boshqacha bo'layotdi. Xudoyim yaxshi qilg'ay. Bundaq so'zlarni qilma. Ko'nglimga o'tliq tugun sanma. Oy to'ldining alayki javobi. Oy to'ldi aytdi. Ey baxtlik Ali, bu kasalning davosi yo'q, dori izdima. Kimki tug'ilgan ekan, o'lishimi kerak. Nimiki ko'tarilgan bo'lsa, tushishi kerak. Ko'tarilishning tushishi bor. Egizlikning tövini, xushalliqning qayg'usi bor. Ochiqning tatligi. Yana sana mijazim turaqsiz, o'zim o'zgarichan deb bu so'zimni aytgan edim. Bu mening qiliqimni sana tushundirganim edi. Aslida menga ko'ngil bog'lamasliging kerak edi. Men ketaman. Buningga sen shubhilanmagin. Tug'ilgan o'lmaydi desa chimpitmagin. İşençsiz deb emdi meni sökme. Dünyagıma işenme. Umuz seni tashlab ketadi. Jafo qildi deb sen meni ayblama. Bu dünya sana mendinmi bakrak jafo qilg'uchidir. G'ofil bo'lma. Mendin keyin senmi o'lasan. Bu dunyoga ishonma. Chimpitib go'l bo'lma. Xizmat ko'rsatmagan cheg'imdala meni qadrlagan eding. Ey Ali. Qani, sana qanchalik xizmat ko'rsata oldim. Mening o'lmikim tilak orzuyim emas. Kelib ketmikim bugunli bo'layotgan ish emas. Men erksiz holatda qiynalib o'lib ketyapman. Chunki tiriklik tilab qutulg'idek yerim yo'q. Yo'q edim, Xudo meni yaratdi, yetishtirdi. Kichik o'g'lon edim, u meni cho'ng qildi. Sidam yuzlik edim, saqal chiqadi. Qora quzg'undek edim, oqqudek chalqildi. Qaddim o'qdek edi, qaddim egildi. Tiriklikim tugidi, vaqt soatim to'shdi. Bilimi kang dona nayt yaxshi aytgan edi. Ey xushchiroy, buni sen angla. Qaysi bosh oqqu qiyofatiga kirsa, u kishi ko'nglinimi oqqudek oq qilsin. Kimning tuz toldek qaddi pukilgan bo'lsa, u ko'nglini tuzlasin, vaqti keldi. Qora chach soqol oqargan bo'lsa, pistirmida turgan o'limga to'liq hozirlanishi kerak. Buningga taqlid qilib shoir bu so'zni aytdi. Ey yaxshi inson, buni sen anglag'in. Qora chashning oqarg'ini o'limning elchisidir. U tirik kishiga hayotni azizlashtiradi. Ko'p ne'matlarni yeding, hayot lazzatini tetiding. Ko'p bexastalik qilma, endi senimi o'lim yeydi. Aligning oy to'ldig'i javobi. Alig aytdi. Ey oy to'ldi, oldirma, sabr qil.
Kesellik keyin gunohlaring uchun badal bo'ladi. Kesel bo'lganlarning hammasi o'ladigan bo'lsa, dunyoda rizq yeydigan kishilar qolmagan bo'lar edi. Xudo seni bu keseldan yaxshi qilg'ay. Ruhingni tushirma, xotirjam tinch yat. Ali so'z boshlab duo qildi. Qo'lini ko'tarib Allohdan shifolik tiladi. Xafiliq va alam bilan u yerdan chiqdi. Ko'ngli mayus holda sarayga kirdi. Kambag'allarga ko'p mol dunyo ulashtirdi. Uningga foydasi bo'larmikin deb o'yladi. Agar kumush o'limdan saqlab qololisi edi, kishilar kumushni o'zi uchun badal qilgan bo'lar edi. İnsan o'limga biror badal qila olgan bo'lsa, el boshqurg'ichi podshohlar badal berib o'lmagan bo'lar edi. Qara, Oyitoldining kesili ig'irlashdi. Umidsiz bo'lib, jinidan qo'lini yuvdi. O'kinib dedi. Est hayot. Seni behuda o'tkizdim. Est güzellik. G'aflatda umr kechirdim. Yigitlikimni behuda o'tkizib etdim. Men o'zim hayotga qarab qochgan bir qochoq edim. Ajal tutib yeb mangdi. Sözümning nima foydasi bor? Oshko'zlik bilan dunyo melini to'pladim. Mol dunyo qelyotidi. Bugun yo'qsizlik bilan ketyapman. Qo'l va tilimni ortiqcha uzatgan edim. Endi o'lim kelib tutdi. Mana nafsimni qisdi. Oy to'ldi, shundoq o'kindi, ko'p yig'ladi. O'kinishi o'limga foyda bermadi. Bu inson o'g'li nima degan ojiz ha? Tiriklik kunlarini tiliginidek o'tkazolmaydi. İnson tiligiga erishsa hayot yashayamaydi. Hayot bo'lsa tiligiga yetanmaydi aytana. Ozroq yaxshilikqa yetishsa o'zini unutuydi. So'zini yeşil ko'ktin ustun chaqlaydi. Martaba qozonsa mag'rur, ko'rang bo'lib oladi. O'lim tutqanda o'yg'unidi va o'kinch bilan o'ladi. Yeb to'ysa qiliqlari bug'rodek bo'ladi. Agar qorni ochsa bilib turib zaharni yeydi. Kulfatdan qochadi, rohatga agishidi. So'yginiga yetadi, yetgandan keyin yana voz kechadi. Oy to'ldi, o'kindi. Cho'nqur tinib aytdiki, men to'g'ri yo'limni yo'qotdim. Bu oltin kumushlarni nima uchun to'plagan bo'g'iydim? Nemishqimi kambag'allarga ulashtirib bermadim? Bu yaxshi ishlarni nima uchun tashlab qo'ydim? Gunohsiz kishilarni nima uchun aybladim? Burulla jimi yaxshiliklarni qilishim kerak edi. Ular keyin menga shubhasiz foydaliq bo'lar edi. Bugun bu o'kinishlarimning nima foydasi bor? O'lim tutdi, nafsim bilan so'zimni kesdi. O'tkir ko'zlik, kishiga sodiq, to'g'ri so'zlik nima deydi, angla. Bütün nefes ağucular üçün ölüm bir işikdir. Hayat yürgenlerinin hammasi bu işikki kiridi. Hayat nima-yu, ölüm nima? Qayoqdan keldim, qayoqqa yo'l oldim. Nemishqa o'lish uchun tug'ildim. Yig'i ko'rish uchun nemishqa kuldim. Dunyoda o'limdan qattiq nima bor? Her bir tug'ilgan kishi shundoq deb o'ladi. Buningga taqlid qilib shoir shu so'zni aytdi. Buning ma'nosini tushunsa, kishining ko'zi ochiladi. Dunyoda o'limdan qattiq nima bor? O'limni o'ylasang barliq lazzat ketadi. O'lim tuvi va cheki yo'q bir dengizdir. Sinchilab qarasang tuvi yo'q cho'nqurliqdir.
Ölümni bilgüchi o'zi g'aflatga tushsa, o'lim tutqanda so'z bilan biror naf ololmaydi. Halovatga berilib g'aflatga tushganlar o'lim tutqanda o'yg'unidi-yu, amal qilishga kuch yetmaydi. Nurg'un mol dunyoga to'ymagan ko'zi och kishi ajal kelganda pushaymon qiladi, chora qilolmaydi. Mag'rur kishi o'tkinchi davlatiga shodlanib mag'rurlanadi. Bo'z yer qetig'iga kirganda yurakini pora qiladi. Shodliqlarga ovunib kulguchilar yig'lashqimi tayyorlang'uliq, ey o'lguchi inson. İdrakliq va bilimlik kishi nima deydi, angla. Bu so'zga amal qilinsa foydasi tegadi. Oxiratda o'ziga yaxshi o'rin tiliguchi har ikki dunyoda yomonlik qilmasin. Ey xushbe'il kishi, yomonlik qilma. Bugun so'zing va harakatingda yaxshilik qilgin. Bu oy to'ldi, o'kinib ko'p yig'ladi. Amdiki o'kinishi foyda bermadi. Kambag'allarga oltin kumushlarini ulashtirib berdi. Qarindoshlarga ko'p vasiyatlar qildi. Ko'zini ko'kka tikib dediki, ey egam, men sendan boshqa bir tangrini bilmadim. Meni yaratding, yetishtirding va o'stirding. Bu sening fazling edi. Buni tushunaman. Men o'zimni sana sig'ingan edim. Mana bu ajal keldi, so'zimni kesdi. Qutulg'idek yerim yo'q, hoshimni yo'qotdim. Endi sening rahmeting yordamchi bo'lsin. Nodonlik bilan ko'p yomonliklarni qildim. Ey aziz Tangrim, mehri shafqat bilan meni kechirgin. Est hayotim behuda o'tdi. Est zamonimni va baglikimni boshqa o'tkazib etdim. So'zini tugatdi, bir oz o'ylanib turdi va o'g'lini ko'rib ko'z yosh iqitdi. İrfan elektron şirketi turli lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.